Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek boks va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizda boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mehnatlarimiz besamar ketmasligi, mana shu roligimiz keng tarqalishi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Yengil vazn reytingida birinchi o'rinni egallab turgan Arman Tsarukyan kecha Paddy Pimblotni mag'lub etib, vaqtinchalik chempionlik kamarini qo'lga kiritgan Justin Gaethjening navbatdagi raqibi bo'lishi mumkin. O'ylashimcha, men Justin Gaethje bilan jang qilaman. Ilia Topuria esa yarim o'rta vazn toifasida Islam Makhachevga qarshi chempionlik uchun oktagonga chiqadi. Bu mening taxminim, dedi asli armanistonlik Arman Tsarukyan. Eslatib o'tamiz do'stlar, Arman Tsarukyan kechagi jang yakunlanishi bilan Justin Gaethjega qarshi oktagonga chiqish istagini bildirdi. Rasmiy ravishda Gaethje amaldagi divizion chempioni Ilia Topuria bilan jang uchun asosiy nomzodga aylandi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Agarda haqiqatan ham Arman Tsarukyan va Justin Gaethje o'rtasidagi ehtimoliy jang tashkillashtiriladigan bo'lsa, aynan siz ushbu jangda kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Justin Gaethje yoki Arman Tsarukyan? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa, yengil vazn toifasida UFC chempionlik kamari uchun 3 karra sobiq da'vogar Dustin Poirier hamyurti Justin Gaethje bilan 3-jang uchun faoliyatini davom ettirishga tayyorligini ma'lum qildi. Men bu jang uchun qaytgan bo'lardim, deb yozdi Poirier ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Eslatib o'tamiz do'stlar, Dustin Poirier va Justin Gaethje o'rtasidagi ilk jang 2018-yilning aprel oyida UFC One Fox 29 turnirida bo'lib o'tgandi. O'shanda Dustin 4-raundda texnik nokaut evaziga zafar quchgan edi. Revansh 2023-yil iyul oyida UFC 291 turniri doirasida bo'lib o'tdi va unda Gaethje 2-raundda nokaut bilan g'alaba qozondi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? 3-trilogiya jangda aynan siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Dustin Poirier yoki Justin Gaethje? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Ayni damda esa Ilia Topuriaga Justin Gaethje bilan Oq uyda jang qilish taklif qilindi. UFC sobiq chempionlari Kamaru Usman va Henry Cejudo liganing Oq uyda o'tkaziladigan turnir uchun eng munosib asosiy jang Ilia Topuria va Justin Gaethje o'rtasidagi to'qnashuv bo'lishi kerak deb hisoblashmoqda. Bu jangni namoyish etayotgan chiqishlarini inobatga olsak, Justin va Ilia ushbu shouning headlineri bo'lishi mumkin deb o'ylayman, dedi Usman Pound for Pound showsida. Cejudo esa uning fikrini qo'llab-quvvatlab qo'shimcha qildi. Ideal ssenariyda sen Justin Ilia bilan Oq uyda jang qilib, amerikalik sifatida uni mag'lub etishni istaysan, deya qo'shimcha qildi. Qadrli do'stlar, albatta bu Oq uyda bo'ladigan turnirda ikkalasini jang qilishi bu juda ham yaxshi bo'ladi, chunki Oq uydagi shou yanada qiziqarli bo'ladi. Qadrli do'stlar, va nihoyat asosiy xabarga ham yetib keldik. Ramazon Temirov Toshkentda UFC sobiq jangchisiga qarshi oktagonga chiqadi. 7-fevral kuni poytaxtimiz Mangu MMA ligasining ilk turniri o'zida qabul qiladi. Humo Arena majmuasida tashkil etilgan turnir uchun navbatdagi bahs e'lon qilindi. Ahamiyatlisi, hozirda UFCda faoliyat olib borayotgan hamyurtimiz Ramazon Temirov Mangu MMA 1 turnirida qatnashadigan bo'ldi. U mazkur musobaqada qozog'istonlik UFC sobiq jangchisi Azat Maksum bilan to'qnash keladi. Jang Braziliya jiu-jitsu qoidalari asosida o'tkaziladi. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, Ramazon Temirov doping sababli hozirda UFCda diskvalifikatsiya hisoblanadi. U MMAdagi faoliyati davomida 21 ta jang o'tkazib, 19 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat qayd etgan. Maksum hisobida esa 15 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat bor. Qadrli do'stlar, albatta bu hamyurtimiz uchun ham, Maksum uchun ham juda ham jiddiy to'qnashuv bo'ladi. Albatta nima bo'lganda ham hamyurtimiz Ramazon Temirovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Ramazon Temirov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.